Assalomu alaykum. Kabuki sindromida TMS magnit muolajasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kabuki sindromi bu genetik kasallik bo'lib, juda kam uchraydigan genlarning mutatsiyasi natijasida bo'ladigan holatdir. Tashqi ko'rinishlarida qovoqlari uzun, uchlari pastga qaragan, quloqlari katta, burunlari katta holatda bo'ladi. Harakat tayanch sistemasida ham skoliozlar, barmoqlardagi o'zgarishlardan kechadi. Bundan tashqari ichki organlarda, visceral organlarda ham yurak sistemasida, buyrak sistemasida, endokrin sistemasida, immun tizimlarida o'zgarishlar bo'ladi. Asosiy muammo Kabuki sindromida genlarning mutatsiyasi sababli bo'lgani uchun birinchi navbatda nerv sistemasiga ta'sir bo'ladi. Nerv sistemasida xotiraning susayib ketishi, asosan sinaptik aloqalarning pasayib ketishi, neyronlar orasidagi signallarning o'tishi susaygan bo'ladi. Shuning uchun TMS magnit muolajasi asab sistemasida bo'layotgan o'zgarishlarga juda yaxshi ta'sir qiladi. Bu yerda koil orqali elektr toki yuborib magnit maydoni hosil qilib, neyronlarning membranasiga ta'sir qilinadi, depolarizatsiya holati keltiriladi va ion kanallar, kaliy natriy kanallari ochilib, neyrotransmitterlar ajralish natijasida nerv sistemasidagi bo'layotgan orqada qolishlarni rivojlantirish mumkin.